Qizlar, желтый peeling, коралловый peelinglar kelgan lazerniy shlifovkalar, bular juda ham глубокий muolaja hisoblanadi. Prosta sezoni kelgani bilan hamma tipga ham mos kelavermaydi. Hammaga ham maslahat berilmaydi-da, yoppasiga to'g'ri keladigan muolaja emas. Chunki yuzingizdagi muammoni ketkazaman deb yuzga dog' tushirib qo'yishingiz mumkin, qanaqadir problema paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu muolajalar individualniy bitta konsultatsiya orqali tanlab, agar mos kelsagina qilinadi. Agar mos kelmasa, sizga boshqa muolaja taklif qilinadi. O'shaning uchun yuzingiz holatini kelib, ko'rsatib, maslahatlashib, teringiz turi qanaqa, agar dog'ga moyilligingiz bo'lsa mumkin emas. Homilador emizuvli davrlarda mumkin emas. Yana travmaga bitish jarayonlariga agar teringiz yaxshi bo'lmasa, terining immuniteti yaxshi bo'lmasa ham qilinmaydi-da bu muolaja. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, lekin shikarniy shokolad muolaja. Chunki bittani o'zida, mana bitta muolajani o'zida dog', problema, po'rilar, yuzdagi ajinlar hammasi ketadi. Lekin sizga to'g'ri kelishini bilib olishingiz kerak.